Assalomu alaykum. Sizlar bilan yana ko'rishib turganimdan xursandman. Bu video aynan Teacher Shohjahon YouTube kanali uchun maxsus tayyorlandi. Demak, bugungi o'tadigan mavzumiz ingliz tilidagi eng muhim, ya'ni ingliz tilining eng asosiy mavzularidan bittasi tenses, ya'ni zamonlar to'g'risida gaplashib o'tamiz. Bu yerda barcha zamonlarni bitta videoga sig'dirish qiyin, shuning uchun eng ko'p ishlatiladigan zamonlarga to'xtalib o'tamiz. Ingliz tilida o'zi 16 ta zamon bor. Maktab darsliklaridan o'tgan bo'lsangiz. O'zbek tilida 3 tagina zamon bor atigi. Ingliz tilida ham asosiy mana shu 3 tagina zamon asosida biz qolgan zamonlarni yasashimiz mumkin. Bu yerda bir qanchasini ko'rishingiz mumkin. 12 ta zamon berilgan, 16 ta yana 4 tasi bu future in the past degan zamonlar guruhimiz bor. U siz asosiy ishlatiladigan zamonlardan xabardor bo'lsangiz kifoya. Xo'sh, shulardan eng birinchisi present simple tense, ya'ni eng oddiy zamon. Hozirgi oddiy zamon deyiladi. Bu o'zbek tilidagi hozirgi zamonga tushadi. Biz u zamonni ma'lum bir gaplarimizda ishlatishimiz mumkin. Bu yerda aynan qayerda ishlatilishi bo'yicha ravishlarimiz berilgan. Always, usually, generally, often. Bu zamonlar, bu ravishlar to'g'rirog'i aynan mana shu zamonda ishlatiladi 90% holatda. Qolgan 10% ba'zi boshqa zamonlarda ham ishlatilishi mumkin. O'zi hozirgi zamon nima deganda, hozirgi har kungi takrorlanadigan ish harakatlarimiz tushuniladi. Present simple asosiy mana shu. Always, misol uchun siz har kuni maktabga borasiz, bu har kuni takrorlanadi. Ya'ni men maktabga boraman degan gapingizni siz present simple da aytishingiz kerak. Keyingisi, ya'ni mana shu present simple ni o'zi, ya'ni vaqt chizig'ini bu yerda ko'radigan bo'lsak, past o'tgan, present hozirgi, future kelasi degani. Water freezes when temperature drops to 0 Celsius. Ya'ni suv 0 gradusga yetganda muzlaydi. Bu tabiat qonuni, ya'ni present simple ni har doim tabiat qonunlari uchun ishlatishimiz mumkin. Undan tashqari yana bir qancha qoidalar mavjud. Bu qoidalarni present simple ga alohida to'xtalganimizda tushuntirib beraman. Keyingi zamon present continuous. Mana bu joyda ko'radigan bo'lsangiz, qizilda men asosiy narsani berib ketyapman. Ya'ni o'sha zamonning formulasi. Formula nima deganda, formula o'sha zamonda biz biror bir gap tuzadigan bo'lsak, o'sha qoida bo'yicha, formula bo'yicha gap tuzishimiz kerak. Subject har gapda bo'ladi. Subject gapni egasi. Is are bu to be va verb kesim bo'ladi. ing qo'shamiz har doim. Adverbs and adverb phrases often used. Ko'pincha tez ishlatiladigan ravishlarimiz bor. Now, hozir, still hanuzgacha, at the moment ayni vaqtda, at present hozirda. Demak, mana shu ravishlar bilan bir gap tuzadigan bo'lsak, present continuous da tuzishimiz kerak. Bu yerda bu zamonni ham vaqt chizig'iga qo'yamiz. Bu zamon ham present, ya'ni hozirgi zamonga kiradi. Hozirgi zamonlar turkumiga kiradi. Ikkita fe'limiz berilgan, reading and listening. Ko'rganingizdek, bu yerda is, am, is, are, bu yerda egasiga qarab to be ishlatilgan. Don't use present continuous. Umuman present continuous ni biz ba'zi bir fe'llar bilan ishlatmasligimiz kerak. Ya'ni buni tarjima qilganda bu yerda tarjimasi chiqmasligi mumkin. Bulardan bir qanchasi verbs of senses, ya'ni his-tuyg'u, sezgilarimiz bor. Feel, hear, sound, see. Ko'rmoq, his qilmoq, eshitmoq. Mana shu fe'llar bilan biz present continuous ishlatmaymiz. This soup tastes good. Bu sho'rva mazali degan gapimiz. Show feelings. Feelings ya'ni his-tuyg'ular uchun ham
bu yerda present continuous ishlatmaymiz. Bu nimaga degan savol tug'ilishi mumkin. Agar biror bir gap tuzib ko'radigan bo'lsangiz, bu yerda love, like, yaxshi ko'rmoq, dislike, yomon ko'rmoq fe'llari bilan biz present continuous ishlata olmaymiz. Misol uchun, I love flowers. Men gullarni yaxshi ko'raman degan gapimiz. Men gullarni yaxshi ko'ryapman, ko'rish davom etyapti deb ayta olmaymiz, chunki men shunchaki bu yerda gullarni yaxshi ko'raman yoki yaxshi ko'rmayman deb aytishimiz kerak. Bu narsa mana shu qolgan fe'llarga ham tegishli. Bu yerda jadval berilgan, mana shu fe'llar bilan biror narsaga egalik qilish fe'llari bor. Bu fe'llar bilan ham biz present continuous ishlatmaymiz. Bu video asosan present continuousga atalgan desam bo'ladi, chunki bu yerda ko'proq ma'lumot aynan shu zamonga tegishli bo'lyapti. Have, misol uchun bor bo'lmoq, biror narsaga egalik qilishingizni aytmoqchi bo'lsangiz, present continuous ishlatmaymiz. Ya'ni bu davom etmaydi. Siz biror narsaga egalik qilsangiz, u egalik davom etmaydi. Siz uning egasi bo'lasiz yoki u boshqa birovniki bo'ladi. Misol uchun, who owns this house? Bu uyga kim egalik qiladi deb misol keltirishimiz mumkin va boshqalar. Suggest, propose, deserve, consist, concern fe'llari bilan ham biz o'sha zamonni, mana PC bu present continuousni qisqartirilgan. X qo'yganman, ishlatilmaydi. Va keyingi zamon present perfect tense, ya'ni present perfect bu hozirgi tugallangan degani. Bu asosan o'tgan zamonda boshlanib hozir tugagan bo'lishi kerak. Bu zamon formulasi subject plus have has ishlatiladi, yordamchi fe'li verb, bu yerda fe'lning 3-shakli ishlatiladi. Fe'lning 3-shakli nima, have has nima, umuman bu zamonda o'zi nima degan savol tug'ilayotgan bo'lsa, siz kommentlarda bemalol so'rashingiz mumkin. Men javob beraman. He has already consulted his doctor for a medical checkup. Bu yerda ham chiziq berilgan, ya'ni vaqt chizig'i. Bu yerda present perfect, ya'ni hozirgacha bo'lgan oraliqda qoladi, chunki bu hozirgacha bo'lgan ish harakat. U doktoriga, ya'ni shifokoriga allaqachon tekshirtirib bo'ldi, ya'ni medical check-up desak bo'ladi. Bu already allaqachon kalit so'zimiz turibdi. Keyingisi past simple. Tez o'tib ketyapman, chunki video cho'zilib ketishi mumkin. Har bir zamonga qisqacha ma'lumot berib ketyapman. Past simple bu verbikka desa bo'ladi, ya'ni fe'lning ikkinchi shakli ishlatiladi har doim. Bu haqiqiy o'tgan zamon. Called ko'rganingizda bu yerda past o'tgan zamonda tugallangan ish harakat. Ayni vaqtda, aniq vaqtda tugallanishi kerak. Shuning uchun bu yerda o'tgan zamonga kiradi. Present perfect bilan past simple farqi. Biz present perfectni biz asosan urg'u o'tgan zamonda bajarilgan ish harakatga tushadi. Past simple esa vaqtiga tushadi urg'u. Qachon bo'lganiga bizga ma'lum bo'lsa, past simple qo'llaymiz. Bu yerda just, yet, already so'zlari bo'lsa present perfect bo'ladi. Yesterday, 2 weeks ago, last month va in 1979 yil berilgan bo'lsa, ana vaqt berilgan bo'lsa, va keyingi zamon bu yerda present perfect bilan present perfect continuous. Present perfect continuous degani hozirgi tugallangan, davom etayotgan zamon. Bu aytilishidan qo'rqinchli eshitilishi mumkin, lekin biz o'zbek tilida o'zimiz bilmagan holatda mana shu zamonni ishlatishimiz mumkin. Have has formulasi been ishlatiladi, present participle, ya'ni verbiage kelishi kerak. Bu yerda gapimiz bor. I have lived in this house since 1992. Men bu uyda 1992-yildan beri yashab kelaman.
Bu hozirgacha bo'lgan ish harakat, shuning uchun bu yerda present perfect zamon ishlatilgan. Agar men deyarli bu ikkita zamonni farqi yo'q. Bitta farqi bor, bu present perfect continuousda o'sha o'tgan zamonda qancha vaqt ya'ni oralig'iga qaratiladi. I have been living in this house since 1992. Ko'rgan bo'lsangiz, bu yerda ikkala zamon ham ishlatilishi mumkin. Farqi ma'nosida bo'lishi mumkin. Ya'ni present perfect continuousda aytganimdek, urg'u vaqtga qaratiladi. Ya'ni vaqt oralig'ida. Past simple bilan past perfect. Ya'ni bu yerda past perfectni o'zini tushuna olishimiz kerak. Past perfect bu o'tgan zamongacha bo'lgan harakat. Ya'ni o'tgan zamondan oldingi zamon desak bo'ladi. Qisqa qilib aytganda. Had plus past participle ishlatiladi formulasi. I didn't see him. Men uni ko'rmadim. He had left when I arrived. Men kelgunimcha u chiqib ketibdi degan gap. Ko'rgan bo'lsangiz, I arrived bu past simple'da aytilgan gap. Men kelgunimcha, kelganimda. Ya'ni kelishim o'zi o'tgan zamonda. Undan oldingi zamonni aytmoqchi bo'lsam, men past perfectni olib kelaman. Buni formulalarni yaxshilab yodlab olamiz, yozib olamiz daftarlarga. Xo'sh, compare solishtirishimiz mumkin. He isn't here, u bu yerda emas. He left 10 minutes ago. U 10 daqiqa oldin chiqib ketdi. He had left 10 minutes ago. Wrong, ya'ni bu agar mana bu gapni o'zi beriladigan bo'lsa, xato bo'ladi. Chunki bu 10 daqiqa oldin chiqib ketganligi past perfectda berilmaydi. Ya'ni past perfect aytganimdek o'tgan zamondan oldingi zamon berilishi kerak. Bu yerda shunchaki oddiy o'tgan zamon berilib qo'yilyapti. Keyingi zamon past perfect tense. Ya'ni boyagi zamonning o'zi. O'sha zamonni vaqt chizig'iga qo'ysak, mana bu yerda, ya'ni bu o'tgan zamongacha bo'lgan ish harakat. Had seen came, ya'ni I had seen a movie before he came yesterday. U kelishidan oldin men movie, ya'ni kino tomosha qildim. Ya'ni u kelguncha, kelishidan oldin men tomosha qilishga ulgurdim. Ya'ni kelishi bu past simple deb bo'lyapti. Men tomosha qilgan kino esa ungacha bo'lgan ish harakati. Future simple tense, ya'ni bu kelasi zamonlar turkumi. Kelasi zamonning eng oddiysi. Will shall yordamga keladi, yordamchi fe'li. Verb 1 ishlatiladi, fe'lning birinchi shakli. Vaqt chizig'ida bu kelasi zamonda tushadi. I shall graduate from secondary school next year. Men o'rta maktabni keyingi yil tugataman. Bu kelasi zamonda. Past continuous, bu kelasi davomli, o'tgan davomli zamon, to'g'rirog'i. O'tgan davomli zamon past continuous. Formulasi subject was were yordamchi fe'l, verbga ing qo'shamiz. Continuouslar hammasiga, ya'ni davom etayotgan zamonlarga hammasiga ing qo'shiladi. I was sleeping at 10 p.m. yesterday. Men soat kecha 10 da uxlayotgan edim. Mana bu vaqt chizig'ida bu yerda o'rtaga tushadi, ya'ni past o'tgan zamonda ma'lum bir vaqtda davom etayotgan ish harakat bo'lishi kerak. Kecha misol uchun soat 10 da nima qilayotgandingiz? O'sha gapingizni siz past continuousda berasiz. Was sleeping, bu yerda o'sha past continuousga misol keltirilgan. Videoni shu joyda to'xtataman. Qolgan zamonlarga biz keyingi darslarimizda to'xtalib o'tamiz. Agar savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, kommentlarda bemalol berishingiz mumkin. Telegram kanaliga ham qo'shilib qo'yishingizni so'rayman. U yerda sifatli kontentlar qo'yib boriladi. E'tiboringiz uchun rahmat.